Bu ne go'zallik. Buni chiroyligini qaranglar qizlar. Rosa chiroyli, setichniy. Shunaqa chiroyli turadi bunda. Bunda ko'rgan odam balletga kiyyapti deb o'ylaydi. Siz asli shlofga kiyib olgan bo'lasizlar. Qaranglar, yosh tanlanmaydi. Shunaqa oyoqga yarashib turadi. Mana modellarimiz ham chiroyli. O'zi oyoq kiyimlarni ichida ko'rsanglar, umuman boshqacha ko'rinadi. Bularni olib kiyib ko'rish kerak yoki bundoq tutib ko'rish kerak-da. Keyin bilasizlar qay darajada chiroyliligini. Bunda ko'p oyoq kiyimlar ichida ko'rsanglar, menga yoqadigan oyoq kiyim yo'q ekan deb o'ylaysizlar. Atak unaqa emas. Hammasi bir-biridan chiroyli, ishoninglar. Mana sizlarni qaranglar, qanaqa chiroyli. Men kiyib olgan bosonoshkada. Mana chiroyli bu ham. Mazza qilib kiyaman har safar. Bosonoshkalarning turlari juda ko'p do'konimizda.